uchastkani qachon bitiraman ha? Xudo sabr bersin, bu uchastkani bitirgancha o'zim qarib ketmasam bo'ldi. Bir kun yaxshi bo'ladi. Bu kim bo'ldi? Assalomu alaykum. Vaalaykum. Aka, sog'liq Chaqirsam. Nima qilyapsan bu uchastkaga avro berayotsam bu? Aka, odam direktorlar fundamentimizga $5000 xarajat qildim aka. Uni qachon bitiraman buncha narsani? Og'ay, men senga aytdim o'sha payt. Boshdan to'laysan? Tamom. Yo'q. Men senga aytgan katijana shu mana. Aka, ana bu uy ekan. Og'ay, men senga o'sha uchun aytayapman-ki, yur dedim, ko'rsatay dedim. Men uyim uratdim, pulsasini ketirishni bilasiz. Ana shu uy. Aka, havasim ketdi, lekin zo'r uy ekan. Ichkarisi o'zi 200 metr kvadratga qurilgan. Mana hovlini ichi 100 metr kvadrat. Hovlini ichi. Bu hovlini ichiga qarayman. Uyning ichiga 10 ta xona bor. Shundan 7 tasi yashash xonasi. 2 ta sanuzeli bor. Bittasi kuxnya hisoblanadi. Kommunalni hamma narsa muammosi yo'q beri. Aka, shu zo'r. Narxi necha pul ekan aka? Buni narxi hozirgi ana shu holatiga $55,000 bu narxi. Ana senga shu holatga endi metr kvadrati 3,5 million so'm tushadi. Metr kvadrati. Yana $55,000 dan 40% to'laysan, qolganini 1 yil davomiga befoiz to'laysan. Befoiz yani. Befoiz yani. Buni egasini nomerini borki, men videoni pastga qoldirib qo'yaman shu yerda. O'shanga telefon qilib bemalol kimga kerak bo'lsa agar ma'lumot olishi mumkin. Bu kottejdan hozir 2 tasi qurilgan ana. Qurilgan sostenasi. Buni 5 tasi уже sotilgan uni. Biroqsan 5 tasi sotilgan, общий 10 ta tushadi. Ma'qulmi senga? Aka, shu egasini topaylik. Tamam. Sen uchun topib shuni hal qilamiz. Bo'ldi. Manzilimiz Shofirkon tuman markazidan Zarchabek mahallasiga kiraverishingizda jarima maydonchasining orqa tomonida joylashgan.